بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. Ramazon oyi ro'zasini tutmoqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa in shi'ta ja'alta al-hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Muhtaram ulamolarimiz, muhtaram qoridomlalar, mo'min musulmon birodarlar, Allohga beadad hamd sanolar bo'lsinki, bu yil ham muborak Ramazon oyida sizlarni bu muhtasham masjidlaringizda, Allohning uylaridan bir uy bo'lmish ibodatxonada tarovih namozi asnosida birgalikda uchrashib suhbat qurishga muyassar qildi. Har yilgidek aziz insonlarni, mo'tabar zotlarni, diyorimizni xalq uchun xizmat qilayotgan muassasalari, diniy idoramizni taklifi, tashabbusi, iltimosi bilan bu yil ham turkum suhbatlarni uyushtirildi va bu suhbatlarga Ramazon tuhfalari degan nom qo'yildi. Ramazonni o'zi siz bilan biz mo'min musulmonlar uchun tuhfa, ilohiy tuhfa, Allohning arg'umoni, sovg'asi. Siz bilan biz ojiz bandalarni bandaligimizni yuzaga chiqarish, Allohga qullik qilish uchun, gunohlarimizni kechirilishini so'rash uchun, yuqori martabalarni tilash uchun yaratib berilgan bir fursatdir. Ramazonning ichida arg'umonlar, tuhfalar nihoyatda ko'p. Eng ulug' tuhfa ro'za ibodatidir. Ro'za ibodatini o'zi insonni insoniyligini, Allohning tan olishini va Allohga taslim bo'lishini isbot qiladigan, yuzaga chiqaradigan buyuk bir ibodatdir. Shu bilan birga ana shu buyuk ibodatning atrofida siz bilan biz mo'min bandalar uchun juda ko'p xayr, barakalar, yaxshiliklar, ajrlar, savoblar ketma-ket arg'umon qilib tuhfa qilingan. Ana shu tuhfalarni biz uchun hozirgi kunda eng zarurlardan biri ma'rifatdir. Ya'niki Ramazondagi bo'ladigan ma'rifiy suhbatlardan ma'naviy ozuqa olish, o'zimizni iymonimizni kuchlantirish, odobimizni sayqallash, diniy bilimlarimizni yuqori saviyaga ko'tarish, ularga amal qilaroq o'zimizni bandalik saviyamizni ko'tarish, ijtimoiy odoblarimizni yo'lga qo'yish va ko'pgina xayr barakalar mana shunga bog'liq bo'ladi. Hozirgacha bo'lgan suhbatlarimizda ham mana shu ma'rifiy tarafga alohida e'tibor berib, qo'ldan kelganicha xalqqa shuni tushuntirish harakatida bo'lyapmiz. Ma'rifat degani insonga mahkam o'rnashib qolgan, juda ham kuchli ta'sir qilgan, uncha-muncha narsa bilan o'zgarmaydigan ilm tushuniladi. Oddiy ilm bilib qo'yishdan iborat. Ertasiga boshqa narsa kelsa, uni qo'yib buni olib ketsa bo'laveradi. Lekin ma'rifat o'rnashib qolgan ilm bo'ladi. Kuchli ilm bo'ladi. Egasini yaxshilikka chorlab turadigan turtki bo'ladi. Ana shuni ma'rifat deyiladi. Siz bilan biz mo'min musulmonlar islomiy ma'rifatni o'zimizda hosil qilib mahkam tutish uchun harakat qilish majburiyatidamiz. Ana o'sha ma'rifiy suhbatlar davomida men sizlarga aynan mana shu Marg'ilonda bo'ladigan muborak uchrashuv uchun, ushbu masjiddagi qavm uchun tayyorlab niyat qilib qo'ygan narsam tarbiya mavzusi bo'ldi.
tarbiya arabcha so'z bo'lib, bir narsani to'g'rilash, o'stirish, kamolga yetkazish ma'nosini aytiladi. Nimani tarbiya qilsa to'g'rilaydi, o'stiradi, kamolga yetkazadi. Tarbiya bo'yicha musulmon ummatini ulamolari tarbiyaga ta'rif berib aytiladiki, tarbiya go'dakni bir holdan ikkinchisiga o'tkazib, asta-sekin shariat asosida to'g'rilab, chiroyli qilib o'stirib borish, ruhiy, ma'naviy, jismoniy tarafdan to'la to'kis qilib balog'atga yetkazish deyiladi. Bu tarbiya ota-onaning burchidir. Bizning dinimizda farzandlarni ota-onalardan 20 ga yaqin haqqi bor. Ota-onani farzandda haqqi ko'p. Lekin farzandning ham ota-onada haqqi bor. 20 ga yaqin haqqi bor. Mana shu haqlardan eng buyugi tarbiya haqqidir. Ota-onaning farzandi oldidagi eng buyuk burchi bolasini go'zal tarbiya qilishdir. Ana o'sha tarbiya bolani demak tug'ilishidan boshlanadi. Ota-ona shu bolasiga ona homilador bo'lgandan duoni qilishni, balki undan oldinroq solih farzand so'rab duo qiladi. Bola tug'ilganda unga yaxshi niyat bilan demak shariatda ko'rsatilgan munosabatlarni qiladi va bola aqlini tanishni boshlagandan unga tarbiya berish boshlanadi va bu ota-onani farzandi huzurida o'zi islomiy tarbiyani go'zal namunasi bo'lib shakllanishi bilan yuzaga chiqadi. Ya'ni ota-ona go'zal musulmon namunasini farzandini ko'z oldida o'zini shaxsida ko'rsatsin. O'zini shaxsida ko'rsatsin. Zinhor va zinhor borasi ko'z oldida musulmonchilik odobiga xilof narsani qilmasin. Bir ayol bolasini chaqirdi, oldimga kelsang bir narsa beraman dedi. Rasululloh oldiga kelsang nima berasan dedi. Xurmo berardim Rasululloh dedilar. Agar bolangni oldimga kel bir narsa beraman deb chaqirsang, u kelganida bermasang, Allohning huzurida yolg'onchi bo'lib yozib qolishingga shuni o'zi kifoya qiladi dedilar. Nimaga? Bolasini aldagan ayol bolasini tasavvurida eng yomon namunani qoldiradi. Onam meni aldadi, shunday ulug' insonim. Demak, men ham birovlarni aldasam bo'lar ekan degan murg'ak go'dakni ongiga o'rnashib qoladi. Shuning uchun ota-ona nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Har qanday beodoblikdan barcha mo'min musulmon xaloyiqni oldida, xususan farzandini oldida o'zini tiyishi kerak. Ana asta-sekin demak tarbiyani birinchi qismi odob bo'ladi. Ota-ona bolasiga odob o'rgatishni boshlaydi. Odob so'zi arabcha so'z bo'lib, bizning tilimizda yaxshilikka chaqirish degan ma'noni bildiradi. Ya'ni odobli bo'l degani yaxshi bo'l degani. Har bir narsani shariatga muvofiq yaxshilab ado etishni odob deyiladi. Ana ota-ona bolasiga odobni o'rgatadi. Hamma narsada o'rgatadi. Ovqatlanishda, kiyinishda, kishilar bilan muomalada va hayotning har bir sohasida o'zini odobi bor. Ana shu odobni o'zini joyida, o'zini vaqtida shariat talab qilgandek ado etilsa, hamma narsa go'zal bo'ladi, chiroyli chiqadi, hamma xursand bo'ladi. Bundan 2 yil oldin shunaqa suhbat bo'lganda bizda beodoblik bo'lgan. Hammamiz xafa bo'lganmiz. Bugun go'zal odob namunasini ko'rib xursand bo'lib turibmiz. Demak, biz odobni o'rganyapmiz. Odobga yuriyapmiz. Bu juda buyuk bir bashoratdir. Hamma narsada shunaqa bo'lishimiz kerak. O'sha 2 yil oldingi mana shu masjidda bo'lgan holatni birov hammamiz eslaylik. Qanday xunuk bo'lgan, qanday odamlarimiz nima parishon bo'lgan edik. Bugun hamma xursand. Hamma go'zal odob bilan turibdi, hamma narsa odob bilan ketyapti. Mana shu narsani butun hayotimizni barcha jabhalariga tarjima qilib olishimiz kerak. O'rnatishimiz kerak. Ana shu odob alhamdulillah bizning dinimizda to'larigisi kelgan. Bandani Robbisi bilan bo'ladigan odobi, o'ziga o'xshagan bandalar bilan bo'ladigan odobi, ota-onasi bilan, qarindosh urug'i bilan, yori do'stlari bilan, dindoshlari bilan, insonlar bilan, boshqa dindagilar bilan, hayvonot olami bilan, jonsiz narsalar olami bilan, nabotot olami bilan, hammasi bilan
odobi bor. Oyatlar, hadislar, ulamolarimizni ijtihodlari asosida tartibga solingan. O'tgan yili men ijtimoiy odoblar degan 450 betlik katta bir kitobni chop qilib chiqardik. Ana shunda qisman bir narsalar bor. Bugungi kunimizga kerakli. Juda buyuk narsalar bor. Ana o'shalarni biz o'rganishimiz kerak. Bolalarimizga o'rgatishimiz kerak. Har bir narsada haligi odobli bo'lish, ya'ni eng yaxshi namuna ko'rsatish kerak. U kiyinish bo'ladimi? Suhbat odobi bo'ladimi? Marosimda qatnashish odobi bo'ladimi? Masjid odobi bo'ladimi? Ovqatlanish odobi bo'ladimi? Hammasini ana shunday go'zal tarzda ado etish harakatida bo'lishimiz kerak. Ota-onalar bolalariga shuni o'rgatishlari majburdir. Ularni ota-onalik burchidir. Farzandlarning haqqidir. Mana shu narsalarni biz yaxshilab yo'lga qo'yishimiz kerak. Tarbiyaning ikkinchi qismi ta'lim. Ta'lim degani ilm berish. Ilm bu buyuk narsa. Ilmsiz inson maqsadiga erishishi mumkin emas. Alloh shuni ilmga bog'lab qo'ygan. Har bir narsaga ilm kerak. Yashashga ham ilm kerak, ibodat qilishga ham ilm kerak, kasb-kor qilishga ham ilm kerak, biror demak hunarni o'rganishga ham ilm kerak. Hamma tarafdan ilm kerak. Shuning uchun bizi dinimizda talabul ilmi faridatun ala kulli muslim va muslima. Ilm talab qilish har bir musulmon va muslimaga farzdir. O'ziga kerak narsani o'rganish farzi ayn, ya'ni har bir insonning boshiga farz. O'rganmasa gunohkor bo'ladi. Farzni tark qilgan bo'ladi. O'rgansa farzni ado qilgan bo'ladi, o'zi foyda topadi. O'rganmasa o'zi ham foyda topa olmaydi, birovga ham foyda bera olmaydi. Shuning uchun har bir shaxs o'ziga kerak narsa, u dinda bo'ladimi, dunyoda bo'ladimi, muomalada bo'ladimi, hayotida kerakmi, shuni o'rganishi farzdir. Endi alohida ilmlarda mutaxassis bo'lish farzi kifoya. Ya'ni bizi Marg'ilon jamiyatimizda, Farg'ona viloyatida misol uchun odamlarning ehtiyoji tushib turadigan hunarlar bor, kasblar bor, ilmlar bor. Shuni hamma o'rgana olmaydi. Masalan, 100% hamma Marg'ilonning aholisi tabib bo'la olmaydi. Hamma kompyuterchi bo'la olmaydi. Hamma buxgalter bo'la olmaydi yoki duradgor bo'la olmaydi. Demak, shu jamiyatga kerakli odamlar hisoblanadi. Misol uchun, Farg'ona viloyatini aholisini sog'liq bo'yicha xizmatini qilishga nechta tibbiy xodim kerak? Aytaylik, farazan 10 mingta deylik. Demak, shu 10 mingta tibbiy xodimni tayyorlab, malakali qilib, xalqqa xizmat qilishga tayyorlash hammani bo'ynidagi farz bo'ladi. Ular xalqning yordamida, pulidan olib, imkonidan olib mutaxassis bo'lishdimi? Endi o'sha 10 ming kishi Farg'ona viloyati aholisini tibbiy xizmatini qilish ularning zimmasida farz bo'ladi. O'sha farzni ado etsa, farz ibodatini ado etgandek savob oladi. Unda dangasalik qilib, nuqsonga yo'l qo'ysa, farz ibodatida nuqsonga yo'l qo'ygandek Allohning oldida gunohkor, vatandoshlarning oldida jinoyatchi bo'ladi. Agar toza yo'l o'zlarini erk berib, qaramay qo'yib, porakandalik tushib bo'lsa, bu endi farzni tark qilgan gunohiga uchrashadi ular. Mana shu narsalarni biz yaxshi tushunishimiz kerak. Mana shunga qarab ish ko'rish kerak. Albatta har bir ota-ona o'zini bolasiga har fandan dars bera olmaydi. Shuning uchun bola o'qish yoshiga yetganda bolani kiyintirib, qonini to'yg'izib, o'quv qurollari bilan qurollantirib maktabga olib borib beradi. O'sha maktab muassasasida ishlaydigan o'qituvchi va yordamchi xizmatchilar hammasi bolalarimizga ta'lim berish bo'yicha farzni bo'yniga olgan odamlar bo'ladi. Xalq ularga ishondi, ular xalqning yordamida mutaxassis bo'ldi. Xalqdan olingan soliqdan oylik olishyapti. Xalq o'zini jigar go'sasini olib borib ularning qo'liga topshirdi. Endi ular o'zlariga qo'yilgan farzni amalga oshirishlari kerak. Bolalarni barnoma bo'yicha to'liq ilm olishini ta'minlashlari kerak. Ular dangasalik qilsa, haligidek bo'ladi. Allohning oldida gunohkor bo'lishadi.
jamiyat oldida jinoyatchi bo'lishadi. Ana hamma narsani o'zini chegarasi bor. Ana shu chegara bo'yicha olib borilsa, bolalarimiz odobli ham bo'ladi, ilmli ham bo'ladi va bu jamiyatga katta foyda beradi. Odob borasida gapirar ekanmiz, Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning buyuk bir hadislarini eslamay ilojimiz yo'q. O zoti barakot aytadilar: "Ma nahala walidun li waladihi shay'an ahsana min al-adabi." Ota-ona bolasiga odobdan ko'ra yaxshiroq narsa bera olmaydi, hadya qila olmaydi. Odob ota-onani bolasiga beradigan eng yaxshi narsasi ekan. Bundan yaxshi narsa bo'lishi mumkin emas. Agar ota-ona dunyoning mulkini bolasiga bersa, u odob bermasa, u rasvo. Chunki beodob bola haligi mulkni o'zini boshiga ham balo qiladi, ota-onasiga ham, xalqiga ham. Odobi bor, puli yo'q, lekin odobi bilan pul ham topadi, obro' ham topadi, hamma narsa bo'ladi. Mana shu taraflarga qarashimiz kerak. Ilm borasidagi gap ham shu. Bizning xalqimiz doim ilmga muhabbatli xalq bo'lgan. Buyuk ulamolarni, allomalarni tarbiyalab voyatga yetkazgan xalq bo'lgan. Ana shu narsani biz tushunishimiz kerak. Ana shu narsani hammamiz anglab yetishimiz kerak va buni demak yuzaga chiqarish harakatida bo'lishimiz kerak. Tarbiyaning 3-qismi jismoniy tarbiya. Ota-ona shu bolasini homiladan boshlab sog'lom bo'lishi uchun qayg'urishi kerak. Bizning shariatimizda shu yo'lga qo'yilgan. Homila paytida onani parvarishlash orqali homiladagi bolaga sog'ligiga xizmat qilish. Hattoki homilador ayolgalar roza bo'lgan, farz bo'lgan rozani tutmay keyin qazosini qilib berishni Alloh o'zi ruxsat bergan. U ayolning o'zi uchun emas, bola uchun, homiladagi bola uchun. Homilaga qarshi qilingan jinoyat to'laqonli odamga qilingan jinoyatdek o'lchanadi shariatda. Ana jismoniy sog'lom bo'lishini harakati mana shu. Doim Allohdan shu bolasini sog'lik salomatligini, odob, axloqi, ilm, ma'rifatini so'rab duo qilish ham mana shu yo'lda qilingan. Ana bola tug'ilgandan keyin ham shu. Onasi emiziklik chog'ida roza tutmasligiga ruxsat. Tutsa bolasi sal jismoniy jihatdan toliqib qoladi, ochiq qoladi, yaxshi to'ymay qoladi. Keyinroq o'sha bolalarning chapdast bo'lishi, baquvvat bo'lishi, sog'lom yurishi uchun kerak mashqlar qilish, badan tarbiyalari bilan shug'ullanish, ozodalikka amal qilish, kasallik keltiradigan narsalardan saqlanish kabi tarbiyalar hammasi bizning shariatimizda bor. Mana shularni yuzaga chiqarib borilsa, inshaalloh bolalarimiz har tarafdan yetuk insonlar bo'lib, g'oyaga yetishi ta'minlangan bo'ladi. Bu ota-onaning burchi, jamiyatning burchi. Farzandlarni yetuk insonlar qilib, odob jihatidan, ilm, ma'rifat jihatidan, jismoniy jihatdan kim ko'rsa havas qiladigan darajada qilish musulmonlik burchi hisoblanadi. Alhamdulillah bizning xalqimiz doimo odobli xalq bo'lib kelgan. Farzandlarini odob doirasida, shariat doirasida tarbiyalashini yo'lga qo'ygan. Lekin baribir ehtiyojimiz katta. Hozir beodoblarimiz ko'paygan. Har xil holatlar eshitilib, ko'rilib, guvohi bo'linib turibdi. Demak, bularga ham qarashimiz kerak. Bunga albatta chetki ta'sirlar ham ko'p. Misol uchun hozirgi beodoblikning eng katta manbalaridan biri qo'l telefon, kompyuter, internet, ijtimoiy aloqalar bo'lyapti. Yosh yigit qizlarning buzilishiga, sharmsiz suratlar va videolarni ko'rishiga, keyin shuni hayotga ko'chirishlariga, o'zaro noshar'iy aloqalarni olib borish, jinoyat yo'liga kirish, vatanga xiyonat qilishgacha borib yetilyapti internet orqali. Yetib borilyapti. O'zini halokatga urishgacha yetib borilyapti. Shuning uchun davlat mana o'tgan hafta majbur bo'ldi qonun chiqarishga. Endi o'sha internet, ijtimoiy aloqa, balo-battarlarni demak qarab, shunaqa xalqqa buzg'unchilik tarqatayotgan. Xususan yoshlarning odob, axloqini buzayotgan. Betamiz demak ma'lumotlarni taratayotganlarni orqasidan quvish, jinoiy javobgarlikka tortish. Mana shu narsalardan ham biz doim nima bo'lishimiz kerak, xabardor bo'lishimiz kerak. Aslida
Ana shular hammasi yaxshilik uchun chiqqan. Qo'l telefoni ham odamni uzog'ini yaqin qilish, og'irini yengil qilish, ma'rifat tarqatish ma'nosida qilingan. Internet ham shu, elektron pochta ham shu, ijtimoiy aloqa ham shu. Buning namunasi mana bizning saytlarimiz. 20 ta saytimiz bor, hamma kiryapti, ma'rifat olyapti. Hamma xursand. Bilmaganini so'rab o'rganyapti, borini o'qib o'rganyapti, tashakkur aytyapti. Mana o'sha Ramazon boshlaganda bir kirishda 20 mingdan ortiq odam kirgan holatlar bo'ldi. Hozir mana shu suhbatlarni bolalar har kuni kechasi bilan ishlab chiqib, kunduzi qo'yishyapti. Chet elga ketib ishlab, o'qib, tajribasini orttirib yurgan azizlarimiz maktub yozishyapti. Biz shu manzaralarni ko'rib, vatanimizga sog'inchimiz kuchayib, qaytib borgimiz kelib ketyapti. Mana shu narsalarni bu yerda ko'ra olmayapmiz biz. degan gaplar, tashakkurlar kelyapti. Mana ishlatsa bo'lar ekan. Din tarqatsa bo'lar ekan. Qur'on o'rgatsa bo'lar ekan. Shariat o'rgatsa bo'lar ekan. Nimaga endi boshqalar fisq fasodni tarqatadi? Buzg'unchilikni tarqatadi. Odam o'ldirish, jinoyat qilish, har xil holatlarni demak bu narsada qiladi. Mana shuning uchun bu odobni ham o'rganishimiz kerak. O'sha men aytgan ijtimoiy odoblar kitobida internet odobi bor. Qo'l telefoni odobi bor. Boshqalar bor. Insonlar tarbiya ko'rmagan insonlar odamning yuzini ko'rsa qila olmaydigan narsasini u yerga kirib olib qilishyapti. Siz bilan biz bilan yuz ko'rsa to'ppa tuzuk odam. Lekin borib o'zi yolg'iz o'tirib internetga kirsa bir maxluqqa aylanyapti. Gunoh nima, savob nimaligini bilmaydi. Shu bilan birga yana yangi bizga omil bo'lgan narsalardan ko'p odamlarni tashqariga chiqib ketishi. O'qish yuzasidan, ish yuzasidan, tajriba orttirish, yana boshqa savdo sotiq har xil demak sabablarga ko'ra ko'pchilik odam tashqariga chiqyapti. Haligi aytgan kitobda tashqariga chiqqanlarning odobi bor. O'shunga odoblarga amal qilib, yaxshi borib, yaxshi kelib, niyatiga yetib, bola chaqasini boqib, ko'zlagan maqsadiga erishib yurgan azizlarimiz bor. U juda yaxshi narsa. Lekin ming afsus bo'lsinki, uni teskarisi bo'layotganlari ham juda ko'p. Juda ko'p. Borib, hech narsani bilmasdan bir yerga borib, birovga qul bo'lib, yillab qo'lida zanjir bilan birovning ishini qilib yurganlar bor. Halokatga uchrab, o'ligini qaytarib olib kelayotganlar bor. O'sha yerda jinoyatchilarga qo'shilib, o'g'rilik qilib, muttahamlik qilib, qo'lga tushib, sudlanib, kesilib ketayotganlar bor. Ana shu haligi aytganimizda internet balobattallar bilan aloqa qilib, chet ellarga borib, qurolli tayyorgarlik ko'rib, u yoqda rasvo bo'layotganlar bor. Bomba tushib o'lib ketayotganlar bor. Hammasi bor. Ana Rossiyaga boradimi, Ukrainaga boradimi, boshqa yerga borib, o'sha yerda bir bo'mag'ir to'plar bilan qo'shilib, o'rganib, har narsalarni internetiga, telefoniga, ana u boshqa bir ma'lumot soladigan nimaga olib kelib, o'zimizga qaytarib olib kelib, chegarada qo'lga tushganlar bor, qamalayotganlar bor. Juda ko'p noqulayliklar bor. Juda ko'p noqulayliklar bor. O'sha yerga borib jinoyat qilayotganlar, fohisha ishlarga yurayotganlar, o'g'rilik, muttahamlik qilayotganlar bor. Shular hammasi bizning odamlar. Kimnidir amakisining o'g'li, kimnidir o'zining o'g'li, kimnidir qanday qarindoshi, eng bo'lmaganda mahalladoshi, jamiyatdoshi. Ana shular xalqimizga ham, musulmonchilikka ham obro' keltirishmayapti. Juda katta zarar ko'rilyapti, xalq zarar ko'ryapti. Oilalar zarar ko'rilyapti. Shunaqa holatlar borki, ishlayman deb ketgan. Shu bo'yicha yo'q. 3 yil bo'lyapti, yo'q, 4 yil bo'lyapti, yo'q, 6 yil bo'lyapti, yo'q, 7 yil bo'lyapti, yo'q. Yo'q. U betamizni o'zi bu yerdan chiqqandagi niyati bir halol kasb qilib bola chaqamni boqaman dedi. Xotini 3 ta 4 ta bola bilan qoldi, hech narsani qila olmayapti. U yoqqa yuguryapti, bu yoqqa yuguryapti. Qorni muntoyga desa bolasining tarbiyasi qoladi, bolaga qaraydi desa qorni och qoladi. Undan keyin oilaning rahbari yo'q. Musibat. Musibat bo'lganda katta musibat. Menga nechtasi qabulimga boradi, internetda yozadi. Erim ketganiga 7 yil bo'ldi, yo'q nima qilay? Xabari ham yo'q. Namanganlik bir ayol eshitib qolib, boribdi erkaklarga qo'shilib, eri yurgan joyga borib, bozorda ko'ribdi, u uzoqdan xotinini ko'rib qochib ketibdi. Hali bechora ayol yana qaytib ketdi. Xo'p, ular nima qilsin endi?
boshi ochiq bo'lib boshi ochiq emas, eri bo'lib eri yo'q, bola qo'lida, jon bor, yashash kerak. Ana shunaqa holatlar, musibatlar nihoyatda ko'p. Ana o'sha aytilayotgan, murojaat qilayotganlarga biz domlalar bilan qo'shilib o'rganib aytdik. Bizi shariatimizda haqiqatan taloq erkakka berilgan, lekin ayol majburiyat bo'lib qolsa ajralishga yo'l bor. Bitta yo'li xulu' deyiladi. Xulu' degani ayol o'zi eridan ajrashga ajr berib, men buni yoqtirmay qoldim, men kerak emas bunaqa yer, ajrayman deydi. Buni demak qozi domlalar, imom domlalar ko'rishib, men arzani eshitib, yarashtirish yo'llarini izlashadi. Bo'lmay qolsa, bo'pti, bo'lmasa senga bergan mahrini qaytarib ber, sen ozod bo'lasan deydi. Er mahrini qaytarib olaman desa oladi, men mayli berdim desa o'zini ishi. Keyin o'sha yerda mana bu ayol mana u eridan xulu' qildi, ya'ni arzi berib ajradi deb e'lon qilinadi. O'sha kundan ayol iddasanaydi, iddasi chiqqanda boshqa turmush qurishni tashvishini ko'raversa bo'ladi. Endi manaqa bo'lib 7 yil, 8 yil yo'q, o'likmi, tirikmi birov bilmaydi. Nima qiladi desa, bunda ham ayol arza beradi. Arza berib, meni erim yo'q, ketuvdi, yo'qolib qoldi, nima qilay? Shunda demak domlalarimiz bosh bo'lsin, mana mahallalardan oqsoqollar bor, boshqalar bor, bosh bo'lib, er xotin tarafdan qarindoshlarini to'plab, mana bu palonchi, "Voy, sizlarni o'g'illaringga olib bergan ekansizlar buni. Qani bolalaring? Buni topib berasizlarmi, yo'qmi? Ha, bizga ham xabari yo'q, topib olishning imkoni yo'q. Bo'lmasa, buni maslahat, mana palonchi yil bo'pti. Bu ayol kutibdi. Rahmat. Endi sizlar o'g'illaringni topib bunga kelib er qilishligiga yo'lga qo'ya olmasalaringiz, biz nikohni buzildi deb e'lon qilamiz. Fasxun nikoh deyiladi. Bularning orasidagi nikoh aloqasi buzildi. Endi bu mana shu soatdan boshlab bu kelin sizlarning bolalaringga xotin emas. Oralariga bu ajratish tushildi, nikohlari buzildi deyiladi va haligi kelin iddasini o'tirib turib, keyin yana yangi turmushni tashvishini qilsa bo'ladi. Alloh bunaqaga olib kelmasin, lekin voqelik ekan, nima qilamiz? Xalqning boshiga tushib turgan musibat. Shuning uchun hammaga iltimos shuki, mana shunaqa narsalarni ishga borishdan oldin o'ylasin. Shunga o'zi qudrati yetadimi? Bilimi yetadimi? Borib o'sha yerdan bir narsa topib kelishga ko'zi yetadimi? 200% ishonsa borsin. Hozir boradi, ikki og'iz ruschani bilmaydi. O'sha boshdan qilib qul qilishib olyapti. Ishlaydigan joyida ish xavfsizligi ma'nosida tushunchasi yo'q, boshiga tushib o'lib-o'ligini ko'tarib kelyapti. Palonchi borib, onancha qilibdi, Nexia mashina olibdi, men ham ketaman deb ketaveradi. U palonchi ilmi bordir, boshqasi bordir, sen o'zingni bilasan-ku, o'zingni qarang bir. Ota-ona ham qarasin. Hamma tarafni shu shaklda yo'lga qo'yish kerak. Ana shunda inshaalloh hamma narsa yaxshi bo'ladi, xayrli bo'ladi, barakali bo'ladi. Ota-onalar, kattalar o'zlarini farzandlari oldidagi tarbiya burchlarini biror lahza yoddan ko'tarmasliklari kerak. Majburiyatlarini sidq dildan, Allohdan savob tilagan holda ado etish harakatida bo'lishlari kerak. Yoshlar, farzandlar, ukalar, kichkinalar kattalarning nasihatiga quloq solishlari kerak. Ular bergan tarbiyani olishlari kerak, o'zlariga singdirishlari kerak va singdirganda ham o'zlarini ichidan harakatlanuvchi kuch sifatida quvvatga ega bo'lgan tarzdagi ma'rifatga ega bo'lishlari kerak. Biz musulmonmiz, bizi dinimizda yolg'on gapirish harom deb turib, o'zi yolg'on gapiradigan bo'lsa, u adobli bo'lmaydi. O'sha haromligini o'ziga singdirib yolg'on gapirmaydigan bo'lish kerak. Biz musulmonmiz, bizi payg'ambarimiz misol uchun o'g'rini jazolash kerak degan ekanlar, o'g'rilik harom degan ekanlar deb qo'yib, o'zi o'g'rilik qilaversa ham bo'lmaydi. Ana shu ma'lumot bunga singsin va o'zini harakatlantiruvchi kuchga aylansin. Quruq gap bilan ish bitmaydi. Mana shu haqiqatlarni biz juda yaxshi o'rganib yetsak, inshaalloh hamma tarafimiz yaxshi bo'ladi. Mana go'zal bir holatlar. Hozir men nimalardan aytdim, Toshkentda ham qayerga borsak xatmi Qur'on.
Hozir rasmiy 774 ta masjidda xatm bo'lyapti deyilyapti. Qolganlari endi 2-15 kundan boshlanadi. Mana shularning o'zi katta baxtimiz. Xatmi Qur'on. Tarovihda bo'lganligi uchun savob, Ramazonda bo'lganligi uchun savob, jamoat bilan bo'lganligi uchun savob. Hamma narsa go'zal. Shu bilan birga xatmi Qur'onni so'ngidagi duo to'xtovsiz qabul bo'lishi va'da qilingan. Men sizlarga shu lahzada turganimiz uchun alohida aytyapman. Shuning uchun mana hozir ozgina qoldi o'qishga, domlalarimiz o'qishadi. Xatmi Qur'ondan keyin duo qilamiz. Ana shunda hamma sidqi dildan o'zini ojizligini tan olib, zaifligini tan olib, quvvatsizligini tan olib, hojatmandligini tan olib Allohga iltijo qilish kerak. Duo degani bu chiroyli so'zlarni qofiyador qilib aytish degani emas. Duo degani inson qalbi bilan, qolibi bilan, ya'niki butun vujudi bilan Allohga yo'nalishidir. Duo ibodatdir. Duo ibodatdir. Duo talab qiladigan, so'raydigan narsa emas. So'rash lafzlari ishlatiladi xolos, lekin ibodat ma'nosida aytiladi. Duoni Alloh taolo ibodat tarzida qabul qilib qolsa, ana endi so'raganidan ko'pni beradi. Xudo xolasa, Alloh nasib qilib hozir xatmni davom ettiramiz. Ana xatmdan keyin duo qilish lahzasi keladi. Ana shunda hammamiz qiblaga qarab o'tiramiz. Masjidda ichida o'tiribmiz. Musulmonlar jamoasida o'tiribmiz. Ramazonning kechasida o'tiribmiz. Xatmi Qur'onni o'qib turib o'tiribmiz. Mana shularning hammasi duoni qabul bo'lishiga omillardir. Shuncha omil qo'shilib turib, musulmonlar yakdildan bo'lib qilsa duoni inshaalloh duo qabul bo'ladi. Ana bu haqiqatni ham biz yaxshi bilib qo'yishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatlarimizni barakotli bo'lishini nasib etsin. Haqiqiy Ramazon tuhfalariga aylanishini nasib etsin. Alloh tarbiya bobida ota-onalarga mas'uliyatni tushunib yetib, bolalarini go'zal tarbiya qilish yo'lini ochib bersin. Bolalarini esa onalari bergan islomni tarbiyani yaxshi qabul qilib o'zlariga singdirib, umrlari bo'yi baxtlariga, saodatlariga sabab bo'ladigan sifatlarga ega bo'lishlarini nasib etsin. Alloh taolo hammamizni odob, axloq borasida dinimiz ko'rsatgan ko'rsatmalar asosida yashab, ularga amal qilib, bu dunyo va oxiratni baxtini, saodatini sohiblari bo'lishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا رب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Biz ojiz bandalaring muborak Ramazon oyining ulug' kechalaridan birida ushbu muhtasham bir masjidda taroveh namozida o'zingni kalomingni oxiriga yetkazib xatm qilganimizdan so'ng o'zimizni ojizligimizni tushunib yetgan holimizda, zaifligimizni anglab yetgan holimizda, o'zingga hojatmandligimizni aniq bilgan holimizda, duoga muhtojligimiz borligini bilgan holimizda, qalblarimiz titragan holda, ko'zlarimizdan yoshlar quyilgan holda o'zingni qudratingni, o'zingni quvvatingni, duoni qabul qilishingni, mehringni, mag'firatingni hammasini bilgan holimizda ojizona qo'llarimizni o'zingga uzatib duo qilmoqdamiz. Alloh o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Hozirgina qilgan xatmi Qur'onimizni dargohingda qabul aylagin. Bu xatmi Qur'onni har bir harfiga va'da berganingdan afzal ajrlarni, savoblarni shu xatmni ishtirokchilariga o'zing Parvardigoro ato qilgin. Alloh Qur'oni Karimni bu dunyoda bizga hidoyatchi qilgin. Oxiratda esa bizga shafoatchi bo'lib qo'limizdan ushlab jannatga yetaklab kirishini nasib etgin. Alloh ushbu o'qigan Qur'onimizni ta'limotlariga amal qilib, o'zingni shariatingda mustaqim turib, o'zingni roziligingni topib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'ladigan bandalardan bo'lishimizni nasib etgin. Alloh buyuk Ramazon oyini kunduz kunlarida och qolib, tashna bo'lib, muhtoj bo'lib tutayotgan ro'zalarimizni dargohingda qabul aylagin. Bu ro'zalarni sharofatidan gunohlarimizni mag'firat aylagin. Ushbu tutgan ro'zalarimizni qiyomat kuni bizga shafoatchi bo'lib qo'limizdan tutib Rayyon eshigidan jannatga olib kirishini nasib etgin. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz. Ichimizda bemorlarimiz bor. Ularni barchalariga o'zing shifoi komil bergin. Musofiri borlarni musofirini hozir aylagin. Hojatmandlarni hojatini ravo aylagin. Farzand taraflarga qo'sha farzandlarni bergin. Ilm taraflarga ilmi ladun, ilmi robboniy bergin. Parvardigoro qarzdorlarni qarzini uzishda o'zing yordamchi bo'lgin. Oilalarimizni baxtli, saodatli qilgin. insonlarimizni hammalarini ma'rifatli bo'lishini nasib etgin. O'zingni diniy ma'rifatingdan ma'rifatlanib, bu dunyo oxiratni baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishlarini nasib etgin. Alloh barcha ota-onalarni, farzandlarini go'zal islomiy odob, ilm, ma'rifat bilan tarbiyalab, tarbiyadagi borasidagi majburiyatlarini sharaf bilan ado etishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Farzandlarini esa ota-onalaridan, kattalardan, ulamolardan olgan tarbiyalarini yuqtirib, odobli, axloqli, go'zal bir insonlar, ilm, ma'rifatli insonlar bo'lishlarini nasib etgin. Alloh barcha adashganlarimizni to'g'ri yo'lga qaytarishda o'zing yordamchi bo'lgin. Oilalardagi mehr, muhabbatni, xayr, barakani bardavom qilgin. Alloh kasb-kordagi azizlarimizni barchalarini turli kasblariga, korlariga o'zing baraka bergin. Mehnatlarini hosili mo'l ko'l bo'lishini nasib qilgin. Dasturxonlarini to'kin sochin bo'lishlarini nasib etgin. Turmushlarini farovon aylagin. O'zlari ne'matlaringga shukrni o'rniga qo'yib, ahl inoq yor birodar bo'lib, tinchlik, omonlikda, xayr, barakada yashab borishlarini nasib etgin. Alloh o'zingdan yolborib so'raymiz. Ushbu masjidni ushlab turgan imom domlamiz, u kishining noiblari, mutavalli, masjid hay'ati a'zolari, bu yerda xizmat qilayotgan hammalarini, xususan Farg'ona diyorini barcha ulamolarini o'zing hifzi himoyingda asragin. Sog'lik, salomatlik, tinchlik, omonlikda bardavom bo'lishlarini nasib etgin. Muhtaram qozi domlamiz boshchiliklarida bularni zimmalariga yuklangan o'ta mas'uliyatli, o'ta mashaqqatli vazifani xalqimizni dinimiz ta'limotlari bo'yicha rahbari bo'lib borish vazifasini sharaf bilan ado etishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh bu ulamolarimizni xalqqa mehribon qilgin, ularni hidoyatiga sababchi qilgin.
xalqimizni esa ulamolariga ehtirom ko'rsatishini, ularning qalblaridagi gaplarini to'g'ri qabul qilishlarini o'zing Parvardigoro nasibi ro'zi qilgin. Turli sabablarga ko'ra tashqariga chiqib ketgan azizlarimizni hammalarini niyatlaridan afzaliga erishib, sog' salomat, tinch amon oilalari, ota-onalari, qavmi qarindoshlari vatanlariga qaytib kelishlarini nasib etgin. U yoqda yurganlarda turli adashishlardan, toyilishlardan o'zing asragin. Parvardigoro dinimizga amal qilib, halol pok hollarida ziyon ko'rmay, zarar ko'rmay, sog'lik, salomatlik, tinchlik, omonlikda foyda, manfaatlar topib qaytib kelishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Parvardigoro, hozirda ushbu masjidda o'zingga qiblaga qarab o'tirib duo qilayotgan, ojizona qo'llarini uzatib turgan bandalaringni sendan so'ramoqchi bo'lgan so'rovlari bor, so'rovlaridan afzalini bergin. Tilamoqchi bo'lgan tilaklari bor, tilaklaridan yaxshisini bergin. Qilmoqchi bo'lgan duolari bor, duolaridan afzalini, a'losini bergin. Bu azizlarni hammalarini oila a'zolari, qavmi qarindoshlari bilan sog' salomat, tinch amon qilgin. Turli balo ofatlardan, xavf xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Barchalarini siroti mustaqimda barqaror qilgin. O'zingni ibodatingda sobit qadam qilgin. Bu dunyoyu oxiratni baxtiga, saodatiga musharraf bo'ladigan bandalardan bo'lishlarini nasib etgin. Alloh, xalqimizga tarovih namozida kalomingni harfma-harf go'zal tarzda tajvidi bilan o'qib eshittirgan qori domlamizni o'zing hifzi himoyangda asragin. Alloh bu kishini doimiy ravishda Qur'on nurini elda, yurtda, xalqning ichida taratib borishida o'zing yordamchi bo'lgin. O'zlarini Parvardigoro oila a'zolari bilan tinch amon, sog' salomat qilgin. Bu kishini tug'ib katta qilgan ota-onalari, o'qitib qori qilgan ustozlariga izzat tojini kiygizgin. Parvardigoro, bu kishiga o'xshagan qorilarimizning sonlari, sifatlari yanada ziyoda bo'lishida o'zing yordamchi bo'lgin. Parvardigor, o'zingga yolborib so'raymiz. El yurtni tinch amon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingning roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingning hidoyatingdan ayirmagin. Yanagi Ramazonlarga sog' salomat, tinch amon qilib kelib, bundan ham ko'paygan holimizda, bundan ham go'zal bir holatlarda hammalarimiz yana o'zingning ibodatingda sobit qadam bo'lishimiz, gunohlarimizni mag'firat bo'lishini so'rashimiz, o'zingning roziligini topib ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishimizni nasib etgin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.